Assalomu alaykum do'stlar. Bunaqasini aniq ko'rmagansizlar. Bugun sizlarga qo'chqor dumbasini mazali qilib qasqonda dudlashini ko'rsataman. Ko'pchilik tanishlarim dudlangan dumbani yaxshi ko'rishadi, lekin qanday tayyorlanishini bilishmaydi. Videoni oxirigacha ko'rsanglar, eng oson usulda tayyorlanishini ko'rsataman. Tabiiyki, dumbani ozgina hidi bo'ladi. Uni yo'qotish uchun ishimizga tuz, murch, lavr bargi solib, 1 soatga past olovda qaynatib olamiz. Dumba qaynab chiqqunga qadar uni dudlash uchun mevali daraxtimizni xuddi shu usulda shilib chiqamiz. Shu o'rinda eslatma, dudlash uchun mevasi shirin daraxtdan foydalanishingizni maslahat beraman. 1 soatdan so'ng qaynab chiqqan dumbani ustini quruq sochiqda artib chiqamiz va usti ozgina qotib olish uchun 10-15 daqiqaga tindirib qo'yamiz. So'ngra ziravorlardan tuz, maydalangan murch, achchiq va shirin paprika sepib, dumbaga yaxshilab ishqalab chiqamiz. Agarda sho'rroq yoki achchiqroq bo'lishini xohlasangiz, ziravorlarni tabingizga qarab ko'proq qo'shaverasiz. Dumbalarni shu usulda qasqonga terib, dudlash uchun 10 daqiqaga past olovda gazga qo'yib qo'yamiz. Dudlash jarayonida vaqt 10 daqiqadan oshmasligini maslahat beraman. Shunda qasqonimiz ham, mahsulotimiz ham ziyon ko'rmaydi va onamizdan ham gap eshitmaymiz. 10 daqiqa dudlangandan so'ng tabiiyki ozgina kuygan hid keladi. Uni yo'qotish uchun xuddi shunaqa piyoz qopiga yoki o'zingizlar xohlagan havo o'tkazuvchi idishga solib, quyosh, yomg'ir tegmaydigan joyda 2-3 kun saqlasanglar juda ham mazali bo'lib tayyor bo'ladi. O'slar dudlangan qo'chqor dumbamiz tayyor. To'g'ri, tayyorlanish jarayoni biroz ko'proq, lekin buni mazasi sabr qilib kutishga arziydi. Shu o'rinda sizlarga kattakon rahmat deb qolaman. Menga ishonch bildirib, qo'llab-quvvatlab kelayotganingiz uchun. Bu men uchun o'zgacha kuch beradi. Video yoqqan bo'lsa, kommentariyada fikringizni kutib qolaman. E'tiboringiz uchun rahmat. Ko'rgan vaqtingizga rozi bo'linglar. Alloh beraman desa diplomdan kuchlisini beradi, ishonaver. O'shancha hech ham tushkunlikka tushma ukajonim. Xudo beraman degan barakaga diplom shart emas, ishonaver. Xudo beraman degan